Yo'q, bir kun oldin onasini so'karkan, bundan keyin uzr so'rayotgan. Eshit, savdo gapirmagan eshit, gapirmagan eshit. Bir kun oldin so'karkan onasidan, nimaga bir kundan keyin unaqa uzr so'rab chiqish, naqo'y unda so'kirman tushunmadim shuni. So'kaman ham sikaman ham. Nima bak? Komiysan, yo'q, даже millionga yeding-ku. Yedingmi millionga? Ko'rdingmi? Menga qarang, 4 so'm pul uchun tojikka sotilgan somsa biladi, buyunamiga sika, vatangado biladi, sigir nahvek, senga kelib turib brazilist kelib 4 ta padar ko'rsa borib brazilist qo'tag'ini o'p. Niger kelib 4 ta padar ko'rsa borib nigerni qo'tag'ini o'p. Ammang nomiga sika iston sigir biladi. Sovg'aga o'zini sotgan jalab, amingdan sotdingmi ortiqqa berib. Bir siktirib Ali bay nimaga kiyma? Bu Chinor akangga borib bir siktirib ham qo'y, olang ko'tiga sika. Qonliydi-da, gaplarini gapiradi, tojikka sotilgan. Tojiklar bizga qilsa. Meni o'zimda akalarim o'zimga yetadi, sikib qo'ygan joyim bor. Bir so'm puliga ham qo'tag'im, turishiga ham qo'tag'im. Meni o'zimda akalarim, o'zimda karollarim bor. Qo'taq ko'rmayapsanmi? Gandon. Ko'rmayapsanmi? Yirtiq bile. Akajon uzr deb qo'tog'ini o'pding, qo'tog. Pul shunaqada, tushundingmi? Tushundingmi? Kerak bo'lsa puliga hurmat qil. Qo'tag'imni qo'yib qo'yganman boshidan bosh oxirigacha. Qo'tag'imni qo'yib qo'yganman boshidan oxirigacha qo'tag'imni qo'yib qo'yganman. Qanday tushunding? Просто tak onasidan so'kkanligim uchun ona uchun uzr so'radim, tamom. Ona uchun uzr so'radim. Sikib qo'ygan joyim bor. Meni bratlarim o'zimga yetadi. Meni karollarim o'zimga yetadi. O'qinglar! So'rading-ku, bidarat, tojik o'zbek Mana bu yaptı. tojik o'zbek nima bo'ldi? Yo'q, mana seriyozli gapirishaylik. Mana shartda o'ynasham. Shartda o'ynasham. Nima seriyozli hukumatdan gapirishamiz? Menga qara, senga emas men bilan gaplashishga bor gandon. Xo'lang, ko'tiga sika, musor biladi, o'nni yo'q biladi. O'tirma. Bu yaptı. Xolangni ko'tiga sika, iston sigirchalar, fohishab. Butun dunyoga siktirib kelgan qo'taqlar yurib menga kelib sakraydilar. Siktirmaganing kim qoldi? Hinddan sikdiyu seni. Hinddan sikdiyu jalab, hindga ham siktirding, o biladi. Xolangni ko'tiga sika, sikimagan butun dunyoni qo'taq qolmadi. Yana qizimi? Yirtilib ketgandir mana bunday bo'lib. Bolg'am kirib ketar, aminga mamda. Bolg'am shunga kirib ketar, aminga bo'ying nomiga sika. Yirtiq bilan. Nima? Somsa bilan. Qo'tag'imga keldingmi? Yo'q. Aziz eshitasanmi meni? Bu konchilik bidarat aybi bor, gap bermaydi. O'rtoqlar bilib olinglar. Qo'ygan joyim bor, aybimga ham boshqasiga ham tiz cho'kmayman, egilmayman naql luboyni oldida aytaman. Ski o'raman. Keyin naql aminga to'g'ri. Eshitasanmi Aziz? Bu chinorni so'qotdi 2-3 kun oldin. Bor edi, gandon, bor edi, Ali Banat o'zi ham bor edi o'sha efirda. Qo'taq onasidan so'kkanim uchun ona uchun kechirim so'radim. Men gandon sikib qo'yaman seni Nigina. Ali Banat o'zi ham bor edi u efirda. Qo'taqmi? Bu prosta onadan so'kkani uchun uzr so'radi. Boshqa narsa uchun uzr so'ramadi. Yo'q bilan 5 sekund bilan. Nima uchun onamdan Pul uchun qo'tni o'pishga sikib qo'yaman, men senga yana aytyapman. Meni pulim o'zimga yetarli, meni auditoriyam o'zimga yetarli. Sikib qo'ygan joyim bor, menga kelib bitta gul otmasin. Menga kelib bitta tashag'ini otmasin, sikib qo'yibman. Yana aytaman. Meni o'zimda auditoriyam o'zimga yetarli, gandon. Hatta yozilgan işte boshqa davlatdan kelib turib paddeshga qilsa, tojiklarni boshqa davlatdan kelib paddeshga qilsa, ko'tingga chiqib bir siktir. Og'zingga ham bitta yaxshi oliyor, yaxshi bo'lib ketar. Bitta chiqib turib og'zingga ham boshqa joydan kelib ursa, borib turib og'zingga ham oliyor. Chiqqanda bir ko'tingga ham siktiriyor, og'zingga ham oliyor. Yarashaveradi senga. Yarashaveradi. Tojikmi, o'zbekmi paddeshga qotdimi, nihoyasiga hurmatini qilaman, sanga emas. Tamam. Tojiklar qo'tag'ini, tojik akalar eshityapsizlar. Bo'ldi, mana sizlarniki negina sizlarga ham butun dunyoga ham siktiradi. Aktiv yig'yapti bu provokator. Kallasiga qo'tag'imni musurdi. Yo'qotinglar bu teshiydi bilan.